Pirimqul Qodirov. Yulduzli tunlar. O'zbek adabiyotining yirik vakillaridan biri. Yozuvchi, tarjimon, adabiyotshunos Olam Pirimqul Qodirov Xo'jand viloyatida, hozirgi Tojikistonda tug'ilgan. Bo'lajak yozuvchi yoshligidan adabiyotga, kitobga mehr qo'yganini quyidagicha xotiralaydi. Biz bir bog'ot joyning qo'rg'onchasida turardik. May oyining oxirlari, bog'dagi tovuqlar qiyg'os gullagan payt. Qo'rg'onchada sigir va echkilar bor. Ularga o't o'rish ancha uzoqdan ariqdan chelakda suv tashish biz kabi dastyorlarning zimmasida edi. Lekin kitob o'qishimga xalaqit bermasliklari uchun tokzorning narigi chetidagi pana bir joyga yashirinib olar edim. Onam bir necha marta qo'rg'onchadan chiqib meni chaqirar, lekin o'zimni eshitmaganga solib kitob o'qishda davom etardim. O'rta maktabni bitirgandan keyin Pirimqul Qodirov O'rta Osiyo davlat universitetida, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetida tahsil oldi. Keyinchalik Moskvadagi adabiyot institutida ilmiy ish yoqladi. Bir qancha tashkilotlardan faoliyat olib bordi. Oliy Majlis deputatligiga saylandi. Vatan oldidagi xizmatlari uchun adib ko'plab davlat mukofotlari bilan taqdirlangan. Biz siz bilan Pirimqul Qodirovning Yulduzli tunlar romanida bir bobni o'qiymiz. Mazkur roman Temuriylar sulolasining so'nggi vakillaridan biri. Shoh, shoir va olim Zahiriddin Muhammad Boburning ziddiyatlariga to'la hayoti haqida hikoya qilinadi. Otasining vafotidan so'ng 12 yoshda Farg'ona viloyatiga podshoh bo'lgan Bobur Amir Temurdan keyin parchalanib ketgan saltanatni tiklamoqchi bo'ldi. Biroq ichki nizolar, Shayboniyxonning o'lka hujumi uni o'z yurtini tashlab ketishga majbur qildi. Hindistonning Panipat qishlog'i yaqinidagi jangda Udehli sultoni Ibrohim Lodiyning katta qo'shinini yengib Hindiston taxtini egalladi va Boburiylar sulolasiga asos soldi. Bu sulola Hindistonda 300 yildan ortiq hukmronlik qildi. Boburiylar davrida Hindistonda ilm-fan, adabiyot va san'at rivojlandi. Qizilqal'a, Toj Mahal singari dunyodagi mashhur me'moriy obidalar qurildi. Pirimqul Qodirov Yulduzli tunlar romanida ustida 10 yil ishladi. Ish jarayonida u Bobur hayotiga oid manbalarni o'rgandi. Bobur bo'lgan joylarga sayohat qildi. Asar bir qanchalik xorijiy tillarga tarjima qilindi. Muallif esa mazkur asari uchun davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Agra, yo hayot, yo mamot. Ibrohim Lodiyning onasi Malika Bayda Panipat jangida o'ldirilgan o'g'li uchun aza tutib boshdan oyoq oq kiyinib yurar edi. Orada qo'yilgan odamlar unga istagan parganasini berib, Agrani jangsiz topshirishga ko'ndirdilar. Malika qo'rg'on darvozalarining kalitini Jamna bo'yida Boburga topshirayotganda ko'zlaridan tirqirab yosh chiqib ketdi. Bobur bu salobatli kampirning keng peshonasi va bir-biriga qo'shilgan qoshlari qayerdadir ko'rganday bo'ldi. So'ng birdan Panipat esiga tushdi. Jang tugagandan keyin bir bek minglab o'liklar orasidan Ibrohim Lodiyning jasadini izlab topgan va Boburga keltirib ko'rsatgan edi. Endi 40 yoshlarga borib Ibrohim Lodiyning keng peshonasi va pasvasa qoshlari ham xuddi onasiga o'xshar edi. Boburga bir lahza shunday tuyuldiki, go'yo Ibrohim Lodiy to'satdan tirilib, onasining qiyofasiga kirib kelgan. Bobur allanechuk sarosima bo'lib, "Malika, yig'lamang" dedi. "Bizdan yana qanday tilagingiz bo'lsa ayting." Malika Bayda ko'z yoshini kafti bilan tez artdi. "Menga boshqa ozor bermasalar bo'ldi." Bobur mulozimlar tomonga yuzlandi. "Minbat malikaga hech kim ozor bera ko'rmasin. Hamma uni mo'tabar onamizdek ehtirom qilsin." Mulozimlar bu topshiriqni ta'zim bilan qabul qildilar. Malika ham bosh egib minnatdorchilik bildirgan bo'ldi. Ammo uning yig'idan namlangan ko'zlari po'lat tig'ining sovuq jilosini eslatib, nafrat bilan yaltirab ketganini hech kim ko'rmadi. Malika Bayda o'g'lining kushandasini kechiradigan onalardan emas. Panipatdan mudhish xabar kelganda Malika uchun osmon o'pirilib, yerga qulaganday bo'lgan edi. U o'g'lini so'nggi marta ko'rishni istar, uning jasadini o'z qo'li bilan tuproqqa qo'yib qabrini quchoqlab yig'lasa, ko'ngli xiyol taskin topadiganga o'xshar edi. Shuning uchun Malika ishongan odamlarini Panipatga yuborib, Ibrohimning jasadini topib kelishni buyurgan edi. Lekin Agra bilan Panipatning orasi 3-4 kunlik yo'l. To o'lim xabari Agraga yetib kelguncha so'ng Agradan Malika yuborgan odamlar Panipatga borguncha oradan bir haftacha o'tgan. Ungacha o'liklarning bir qismi ko'mdirilgan, bir qismi mechkay quzg'unlar suyaklarigacha tozalab yeb ketgan edilar. Malika Bayda yuborgan odamlar Sulton Ibrohimning jasadini topolmadilar. O'g'lining jasadi xor bo'lganini eshitgan onaning qayg'u alamlari avvalgidan 10 hissa oshdi. U hatto joynamoz ustida namoz o'qib o'tirganda ham, "Ibrohimjon, endi bu olamda sening qabring ham yo'q. Xudo menga jasadingni ham ko'p ko'rdi" deb nola qilar. "Ibrohim, senga o'lim keltirgan Boburning o'zi o'lsin."
bundan 1000 hissa ortiq xor bo'lib o'lsin, deb qarar edi. Malikaning kanizalari va xizmatkorlari ko'cha-ko'ydan unga taskin beradigan gaplar topib kelishardi. Boburning askarlari yem-xashakdan qiynalib, dehqonlarning ekinlarini otlariga yedirgan ekan. Dehqonlar g'alayon ko'tarib, navkarlardan bir qanchasini bolta va panshaxalar bilan urib o'ldiribdi. Fotihlarni Hindistonning issiqlari ham juda qiynab qo'ygan emish. Salqintoq havolarga o'rgangan ot va odamlar bu yerning ayovsiz issig'iga bardosh berolmagan emish. Vabo va qora bezgak ham ularning sarflarini siyraklashtirib qo'yayotgan emish. Malika ovozalarining qanchalik rostligini Bobur saroyida xizmatda yurgan nevarasi Bahodirdan surishtirib bilmoqchi bo'ldi. Bahodir hafta 10 kundan kelavermagach, Malika uni saroydan chiqarishmasa kerak deb o'yladi-yu, kanizani podshoh mahkamasiga yubordi. Men betobman. Nevaramga ruxsat bersinlar. Meni kelib ko'rib ketsin, degan ma'noda maktub yubordi. 17 yoshli Bahodir forsni yaxshi bilar. Bobur uchun zarur bo'lgan ba'zi hujjatlarni tarjima qilar edi. Saroydan boshqa tarjimonlar ham bor edi. Bahodirga ko'p ish buyurishmas edi-yu, lekin uni o'zicha erkin ham qo'yishmasdi. Bobur uni qattiq qo'riqlab yurishni buyurgan edi. Bu qo'riqchilar Bahodirni tashqi xatarlardan ehtiyot qilib yurgandek ko'rinsalar ham, aslida ular shahzodani Ibrohim tarafdorlari tomonidan uyushtirilishi mumkin bo'lgan biron bir fitnaga bosh qo'shmasin deb sinchiklab kuzatishardi. Shu sababli Bahodirni saroydan ko'p chiqarishmasdi. Eshigog'i Muhammad Do'lday Malika Baydaning kasalmand nevarasini kelib ketsin degan mazmundagi xatni olgach, Boburning Malikani mo'tabar onamizday ehtirom qiling degan buyrug'ini esladi-yu, Bahodirga javob berdi. Faqat uning yoniga avvalgidan 2 barobar ko'proq navkar qo'shdida, shu bugunoq qaytarib kelishni tayinladi. Nevarasi kelganda Malika Bayda daryo bo'yidagi marmar ko'shkning nimqorong'i ichki xonasida xastalarday shishga tikilib yotgan edi. Yo'lda issiqdan terlab pishib kirgan nevarasiga yonidan joy ko'rsatdi-yu, majolsiz bir ahvolda o'rnidan turib o'tirdi. Nevarasining bo'g'riqqan yuzlariga qarab hol-ahvol so'rashdi. Yoz bu yil har yilgidan ham issiq kelganini aytdi. Fotihlar issiqqa bardosh berolmay o'layotgan rostmi, deb so'radi. 1,5 o'layotganlari bor, dedi Bahodir. Hindistonda turmaymiz, salqin joylarga qaytib ketamiz deyotganlarchi? Yo'qlari ketgani qo'ygaymi? Ko'pchilik uning ismidan chiqmas ekan. O'zi ham juda gapga notiq odam ekan. Ketamiz deb yurganlarni saroyga to'plab shunday bir gaplashdiki, hamma jim bo'lib qoldi. Sen otangning qotilini maqtayapsanmi? Bahodir eshikka xavotirli ko'z tashlab qo'ydi. U o'zi bilan birga kelgan hamrohlaridan xavotirda edi. Buni sezgan Malika ovozni pasaytirib so'radi. Odam qo'yganlarmi? Ha, hech kim bilan yakkama-yakka gaplasha olmayman. Hamisha yon-verimda qo'riqchilar. Yomonlasam darrov yetkazganlar ko'p. Qo'rqma, bu xonada faqat biz ikkalamiz. Ilgari bizga xizmat qilgan odamlardan saroyda kimlar bor? Otamning vaziri Malikdod Qoroniy bor. Keyin bizning kutubxona ishlagan 4 ta olim ham xizmatga olindi. Bilishimcha, Bobur hindistonliklarni o'ziga yil qilmoqchi. Ularning ishonchini qozonmoqchi. Shuning uchun otamning barcha oshpazlarini saroyga to'plab, 4 tasini o'zi uchun tanlab olibdi. Shu bizning oshpazlar pishirgan ovqatlarni Bobur ham yermishmi? Ha, ko'rganlardan eshitdim. Bobur hindistoniy taomlarni yeyish bilan ham o'zini bizning elga yaqin ko'rsatmoqchi bo'lsa kerak. Malika ilgari o'zining itoatida bo'lgan o'sha 4 ta oshpazdan birortasini qo'lga olish mumkinligini o'yladi-yu, kutilmagan bardamlik bilan o'rnidan turib ketdi. Uning qalbini o'rtab yurgan qayg'u alamlar endi birdan yangi yo'l topganday bo'ldi. Zo'r intiqom tuyg'usi uning xayollaridan bir nuqtaga to'plab vujudidan kuch-quvvat berganday bo'ldi. Agar Bobur o'ldirilsa, uning odamlari bu yerda turolmaydi, ketadi. Mamlakat yana o'zimizga qoladi degan o'y ham uning oshpazlarni qo'lga olish haqida qarorini mustahkamladi. Malika o'zini nevarasining qulog'iga yaqinlashtirib so'radi. O'sha oshpazlarni sen ko'rdingmi? Ko'rdim. Ularning orasida Ahmad Joshniko'r yo'qmi? Bahodir buvining avzoyi o'zgarganidan allanechuk cho'chib, "Yo'q", dedi. Ahmad Joshniko'r agradan Atovaga ketgan. Malika Bahodirning eshikka yana xavotir bilan ko'z tashlab qo'yganini ko'rdi-yu, kinoyamuz iljaydi. Bu nevaram bo'shroq, boqchisi ham ko'p ekan. Sir berib qo'ysa juvonmarg bo'ladi. Men ham niyatimga yeta olmayman, dedi o'zicha va ko'nglidagi qaltis niyatni unga bildirmay gapni boshqa yoqqa burdi. Bizga shunchalik sodiq ko'ringan odamlar hozir dushmanlarimizga xizmat qilyapti-ya. Ey bevafo dunyo, Malikdod Qoroniy ham, oshpazlar ham hammasi sotilgan. Lekin sen dushmanlar bilan til uchida murosa qiluv, dilingni otangga sodiq tut. Hali ham shunday buvijon, pichirlab dedi Bahodir.
Nevarasi ketgandan keyin malika boyda xastalik to'shagini yig'ishtirdi-da, ilgariga fig'on chekishlar va qarg'ashlari ham bas qildi. Uning fikru zikri eng sadoqatli va tadbirkor odamlarning ishga solib, Boburni zaharlab o'ldirishga qaratildi. Malikaning atrofida fotihlardan qasos olishga tashna odamlar ko'p edi. Bobur askarlari bilan to'qnashuvlar birining akasi, birining inisi bo'lgan, biri ilgarigi makoni va mavqeidan ajralib xonavayron bo'lgan. Malika ana shunday qasoskorlarning eng ishonchlilaridan izlay boshladi. Bobur ishga olgan 4 oshpazdan birining yolg'iz inisi Panipat jangida halok bo'lgan edi. Malika zimdan surishtirib buni bilgandan quvonib ketdi. Biroq o'zi bu oshpaz bilan bevosita aloqa qilish lozim topmadi. Chunki malikani hamma taniydi. Bobur odamlarga sezib qolishlari mumkin. Ilgari Sulton Ibrohimning saroyida bu oshpazlar bilan birga ishlagan va ularga qadrdon bo'lib qolgan eng ishonchli odam Atovaga ketib qolgan Ahmad Choshnigir edi. Malika Akradan ancha uzoq bo'lgan Atovaga maxsus odam yuborib, Ahmad Choshnigirni o'z huzuriga taklif qildi. Ahmad Choshnigir Akradagi hovlisi va mol-mulkidan ayrilib, fotihlarga qarshi g'azabga to'lib yurar edi. Malika bayda uni o'z parangisiga ishga oldi. Uy-joy va maosh berdi. So'ng asta-sekin ko'nglidagi niyatni aytdi. Ahmad Choshnigir avval uddalay olmayman deb qo'rqdi, lekin malika unga dalda berdi. Inisi Panipatda o'ldirilgan oshpaz bilan gaplashib bersang bo'ldi. Qolgan ishni o'zimiz qilamiz, dedi. Ahmad Choshnigir saroyga qanday kirishni bilmas edi. Buning yo'lini ham malika o'zi topdi. Malika bayda nevarasidan xabar olish uchun saroyga borishi mumkin edi. Malika nafis shohi va parchalardan sovg'alar tayyorladi. So'ng bu sovg'alarni Ahmad Choshnigirga ko'tartirib saroyga bordi. Malika podshoh qabuliga kirib chiqqunicha Ahmad Choshnigir eski qadrdoni bo'lgan o'sha oshpazni topgan va u bilan ertasi kuni saroyda tashqarida uchrashishga kelishgan edi. Oradan bir haftacha o'tgach, Ahmad Choshnigir oshpaz bilan til biriktirganini malikaga kelib aytdi. U ham kellarni daf qilishning yo'lini bilmay yurgan ekan. Podshohlari o'lsa, hammasi daf bo'ladi deb ishontirdim. Agar hamma ish o'ylaganimizday bo'lsa, otasining taxtini Bahodirjon oladi. O'shanda sizga katta bir parga beramiz. Oshpaz ham katta mukofot oladi. Ilohim, shu niyatimizga yetaylik. Vatanimiz berahm fotihlardan xalos bo'lsin. Amin. Ahmad Choshnigirni saroyga oshpazi bilan kelishuviga binoan Boburning ovqatga solinishi kerak bo'lgan zaharni malika o'zining eng ishonchli bir kanizdan berib yuborish kerak edi. Endi ular mana shu nozik ishni qaysi kanizga topshirishni o'ylay boshladi. Dan beri muttasil ko'tarilib borayotgan jazirama issiqlari hindcha ashora deb ataladigan 4-oyga kelib juda avjiga chiqib ketdi. Yomg'ir faslining boshlanishiga hali salkam 1 oy bor. 4 oydan beri nam ko'rmay qurib yotgan yer issiqning zo'ridan tars-tars yorilib ketgan. Jamna daryosining chap qirg'og'iga ilgarigi tashlandiq yerlar va chakalakzorlar o'rniga qurilayotgan Zarafshon bog'ida hali soyli joylar kam. Bobur qurilishni otliq aylanib ko'rar ekan, uzangi temirning issig'i etikdan o'tib oyog'ini jizillatib uzib olayotganini sezdi. Oltin qoplangan egarni oftobda yaltirayotgan qoshni ushlaganda, cho'g'ini ushlaganday bo'lib qo'li kiyar edi. Shunday bo'lsa ham o'ziqdan behalovat bo'layotganini ketidan ergashib kelayotgan beklarga sezdirmas edi. Chunki bu beklar o'lja tushgan xazinalardan katta-katta ulushlar olganidan beri salqin joylarga ketib, rohat-farog'atda yashashga intilishar. Agra va uning atrofida yangidan imorat qurib, bog'-rog' qilishga toqatlari yo'q edi. Kobul va G'azni kabi salqin joylarda tezroq qaytib ketishning yo'lida izlayotgan beklardan biri Marg'ilonlik Xo'ja Kalonbek edi. Bobur unga uzun oq yaltak kiygan, kichkina oq salla o'ragan mo'ysafid me'morni ko'rsatdi-yu, "Tanidingizmi?" dedi. "Andijonlik Mavlono Fazliddinmi? Ha, Kobulda biz bilan ketma-ket kelsin deb tayinlagan edim. Sangartarosh o'g'li bilan yetib kelib mana shu bog'ning tarixini chizdi. Shundoq keksa odam chidagan issiqlarga nahotki biz bardosh bera olmasak? Lekin mijozga issiq to'g'ri kelmaydigan odamlar ham bor-da. Hazratim, kechagi bodi samumda mening navkarlarimdan 3tasi tap-tap yiqilib jon berdi. Ajali yetgan bo'lsa, samum bir sabab bo'lgan xolos", dedi Bobur va ta'zim qilib peshvoz chiqqan Mavlono Fazliddinga yuzlandi. "Xorimang Mavlono, qani arzingiz bo'lsa eshitgalik keldik." "Arzim shuki, hazrati oliylari, bizga fil bilan ishlaydigan filbonlar kerak. Bog' o'rtasidagi marmar qasr uchun Dehalpurdan juda og'ir toshlar olib kelmoqchimiz. Bunday toshlarni katta aroblarga faqat fillar tortib berishlari mumkin." Bobur Panipat jangidan filbonlar bilan asir olingan suruv-suruv fillarni esladi. Devonxonaga ishga olingan hindistonlik maslahatchisi Malikdod Koroniga yuzlandi. "Janob Koroniy, harbiy fillarni mehnatga o'rgatish mumkinmikan?"
Mumkin hazratim. Fil juda ziyrak jonivordir. Filbonlardan eshitganim bor. Fillar qonli janglardan ko'ra osuda mehnatga tezroq o'rganar emishlar. Bizning qo'shinlar fil yordami bilan jang qilishga odatlangan emaslar. Shuning uchun Panipatda o'lja olingan harbiy fillarni qurilishlarda ishlatmoq mumkin. Janob Koroni, bu farmonni bugunoq barcha filbonlarga yetkazing. Jonim bilan. Koroni buyruqni tezroq bajarish uchun hozir ketmoqchi edi. Bobur uni to'xtadi. Yana shahar va qishloqlarga maxsus tovochilar yuboring. Biz Ibrohimdan o'lja olingan boyliklarni obodonchilik yo'lida sarflamoqchimiz. Shuni barcha viloyatlarga ma'lum qiling. Qurilishlarda ishlash uchun sizga 15 ming korgar yetarlimi, Mavlono? Yetarli, lekin hazrati marmar qasr bilan tosh voyinni bir yilda qurib bitirishlari buyurgan edilar. Sangkorlik tez bo'ladigan ish emas. Sangtaroshlarni ko'paytirsak-chi, dedi Bobur. Men ham shuni iltimos qilmoqchi edim. Hindistonning havosiga Hirot va Samarqanddagi g'isht u koshindan ko'ra tosh va marmar masroqdir. Ichki xuddi Samarqanddagi Ulug'bek Mirzo hammomidek sayfarsh qilinur, dedi Mavlono Fazliddin. Lekin gumbazi Mirzo hammomining gumbazidan xiyla ulug' bo'lur. Devorlari qizil toshdan ishlanur. Marmarning bir xosiyati shuki, yozda muzdek salqinlik berur. Bo'lmasa, marmar imoratlarni tezroq quringki, biz bu jaziramada kuyib kulib olmaylik, dedi issiqdan bag'riqqan Kalonbek. Marmar imoratlari tezroq bitsin desangiz, otdan tushib hashar qilsing, Janobbek, dedi deb tegishli Mavlono. Bobur uning javobidan mamnun bo'lib kuldi-da, qalay, Mavlono, issiq o'zingizni ko'p qiynamadimi, dedi. Qiynasa ham chidaymiz-da. Mana shunday katta obidalarni Andijonda quraman deb qura olmadim. Hirotda quraman deb qura olmadim. Chizgan tarixlarim 30 yil sarg'ayib yotdi. Qarangki, butun umr qilgan orzularim uzoqqa, agraga kelganimda ro'yobga chiqadigan bo'lib turibdi. Taqdir va nasibam shuni taqozo qilsa, issig'i ko'zimga ko'rinurmi? Hindistonlik ustalar salqin tutadigan meva sharbatlari-yu yengil taomlari yeyishar ekan. Men ham shunga o'rgandim. Ertalab salqinda turib bir pahra ishlayman. Kun qiziganda bir pahra yotib dam olagayman. Issiqning taftipasigacha yana bir pahra ishlagaymiz. Qayiqlarga minib kemaga yetganlarida Bobur Xo'ja Kolonbekni kemaning tumshuq tomonidagi xonaga xosga boshladi. Kema daryo bo'ylab suzib borar ekan, suvning shamoli eng avval shu xonaga tegar va ajib bir salqinlik berar edi. Savdarlar daryodan sovitilgan norinj va limu sharbatidan keltirdilar. Xo'ja Kalonbek muzday norinj suvidan bir chinni kosa ichib qardi-yu, nafasini sal rostlab Boburning yuziga qaradi. Hazratim, siz ham qorayib juda ozib ketibsiz, dedi. Bizga bildirmaysiz, lekin necha oylik qiynalib yurganingizni boshqalardan sezmasa ham men payqayman. Ha, endi siz bilan 30 yildan beri birgamiz. Ne ranju, ne mashaqqatlarni boshdan kechirmadik. O'sha g'am va alamlarga nisbatan hozir azoblarimiz davosini topsa bo'ladigan dardlar-ku. Xo'ja Kalonbekni yana ter bosdi. U qo'ynidan ipak ro'molcha olib, peshonasidan ko'ziga oqib tushgan terlarni artar ekan, afsuski, yoshim ketib qoldi, dedi. Yigitlikda issiq sovuqni farq qilmas edik. Hozir 50 dan oshdik. Sezib turibmenki, Hindning bodi havosidan bir haftada bir yoshga qarinmoqdamen. Eski beklardan Qosimbek Qavchim bor edi. Bu yil keksayib dunyodan ko'z yumdi. Bu ahvolda men ham ko'pga bormasmen, hazratim. Unday demang, janob Kalonbek, issiqqa ham odatlanurmiz. Hazratim, menga g'aznini inoyat qilsangiz, marhamatingizdan umrbod minnatdor bo'lur edim. Yana g'azni deysiz-a? G'aznida necha oylik tangdoslik bilan kun kechirganlarimizni esingizdan chiqdimi? Mahmud G'aznaviyning buzilgan bandini tiklaymiz deb uddasidan chiqolmagan edik. Odam topsak mablag' topilmas edi, mablag' topsak yana biron narsa yetishmas edi. Bu yerda hammasi bor. Kuch-qudrat ummonday cheksiz. Lekin bu ummon mendek musofirni nom-nishon qoldirmay yeb yuborishdan qo'rqaman. Xo'ja Kalon mendek musofirni deb faqat o'zi haqida gapirayotgandek ko'rinsa ham, aslida u Bobur bilan kelgan barcha vatandoshlarimizni nazarda tutmoqda edi. Bu ulkan mamlakatga bir urvoq ham bo'lolmaymiz. Katta xalqqa aralashib yo'q bo'lib ketamiz. Undan ko'ra oladigan o'ljamizni olib, shimolga tezroq qaytib ketaylik, deb yurgan beklar yolg'iz Xo'ja Kalon emas edi. Bobur shuni o'yladi-yu, maqsad nom-nishon qoldirish bo'lsa, dedi. Odam shu maqsadda o'zini fido bilish kerakmi, yo'qmi? Biz o'rgangan salqin bog'lar, ravon ariqlar bu yerda yo'q. Uzum yo'q, qovun yo'q, yax yo'q. Yaxshi ot yo'q. Sulton Ibrohimdek podshoning saroyida sham va shamdon ishlatilmas ekan. 100-200 charog'bon davdiylar tirik shamdan bo'lib xizmat qilar ekanlar. Chap iliklarga sepoya bor chirog'ini tutib, o'ng iliklariga yog' solingan kaduni ko'tarib,
ulug'lariga chiroq kerak bo'lganda o'tlurularidan shamdonga o'xshab turar ekanlar. Men buyurdimkim, hunarmandlarga bizning shamdonlar u qandillarni ko'rsatib, shundaylarni yasatsinlar. Bir oy o'tmay saroyga yetgulik shamdon u qandil tayyorlandi. Shamgarlik ham joriy etildi. Tok ektirdim. Nasib qilsa Hind uzumini ham yermiz. Bugun ko'rib kelgan bog'imizning o'rni qanchalik besafo yerlar bo'lganini ko'rgan edingiz. O'lmasak ushbu yerda Samarqand va Hirotning eng mashhur bog' chorbog'laridan ham go'zalroq bog'lar, ko'shklar barpo etilganini ko'rurmiz. Samarqand va Hirotda inqirozga yuz tutgan madaniyatni biz endi Hind madaniyatiga qo'shib yuksaltira olsak, shuning hammasi bizdan nomu nishon bo'lib avlodlar xotirasida qolmasmikan, bek? Hazratim, niyatlaringizning ulug'ligiga tasanno ayturmen. Lekin vatanimizda qilmagan nek ishlarni begona yurtda qilsak, kim buning qadriga yetur? Ne qilsangiz ham biz kelgindi fotihlarmiz. Bular yigitlarimizni jangda o'ldirib, kashfarimizni zo'rlik bilan olgan deb ta'na qilmaslarmi? Paytini topganda qasos olmaslarmi? Bobur og'ir uf tortdi-yu, ne qilay, dedi. Men bu orzularimni vatanimda ro'yobga chiqaray deb ozmuncha ishladimmi? Sizdan oldin Hindistonni fath etgan Mahmud G'aznaviy katta o'lchalar olib kerakli hunarpeshalarni G'azniga olib ketib ishlatgan. Ana. Nahotki siz mening Mahmud G'aznaviyga o'xshatishimni istarsiz? To'xligim uchun ma'zur tuting. Axir biz mamlakatni talab boyliklari yu hunarpeshalarni olib chiqib ketadigan qaroqchilar emasmiz-ku. Sherigingizda o'z yerimizni qo'yib Hind sari yuzlanganimizni yuzi qarolik deb atagan emasmidingiz, hazratim? Atagan bo'lsam, endi yuzimizga tekkan qaroni yuvib tashlashga harakatidaman. Agar biz ham Xisraf Dehlaviydek shu mamlakatga farzand bo'lsak, butun aql va zakovatimizni unga baxsh etsak, aminmenki kelajak avlodlar oldida yuzimiz yorug' bo'lgusidir. Xo'ja Kalonbek munozara yo'li bilan Boburga so'zni o'tkazolmasligini endi aniq sezdi. Hazratim, sizning metindek irodangiz bor, deb endi Boburni maqtab yumshatishga tirisha boshladi. Sizning boshingizda tushgan kulfatlar boshqa odamning boshiga tushsa bardosh bera olmas edi. Lekin siz hammasiga bardosh berib yana qolmay, yana shunday ulkan ishlar qilmoqchisizki, bunga jahon tahsin olg'usidir. Yillar o'tgan sari men sizning ulug' bir siymo ekaningizni tobora aniq sezmoqdaman. Mana hozir ham sizning yoningizda xuddi ulkan tog' cho'qqonasidagi kichik bir tepachadek o'zimga o'zim ojiz ko'rinib ketdim. Xo'ja Kalonbek ovozi hayajondan titrab, ko'zi alamdanmi, o'ksinishdanmi chaqnab gapirmoqda edi. Buni ko'rgan Bobur uning ko'nglini ko'targisi kelib, Dehlaviyning bir satrini esladi. Asli kas naboshat kamchut jumla az odamman, lekin besh qo'l barobar emas, hazratim. Mening ahvolim o'zimga ma'lum. Siz ko'targan ulug' yukka yelkamni tutsam mayib bo'lurmen. Men 15-6 yirik yursin desangiz ruxsat bering. G'azniga boray. Mahmud G'aznaviydan qolgan o'sha eski bandni tiklatib cho'lni obod qilay. Bu ishning butun savobini sizga bag'ishlay. Bobur bu so'zlarga e'tiroz qilmay, o'ylanmay qoldi. Xo'ja Kalonbek ko'zlagan maqsadiga yetkazadigan yo'lni endi topganini sezdi-yu, shosha-pisha so'zda davom etdi. Hazratim, iltimosimni qabul eting. Umrimning oxirida duoyi joningizni qilib orom olay. O'lsam jasadimni G'azniga qo'yinsinlar. Har na vatanimizdagi yaqinroq bo'laymen. Bobur Xo'ja Kalonbekning ko'zi namlanganini ko'rdi-yu, o'zining Humoyunga tayinlagan bir gapi esiga tushdi. Urushda qon kechib yuribmiz. Mabodo vafot etsam meni Kobulga yetib ko'ngil, deb aytgan edi Bobur. Xo'ja Kalonbek ketsa, ular yana diydor ko'risha olarmikinlar? Shu oy ta'sirida Boburning ham ko'ngli buzilib, ovozi tovlanib eshitildi. Ketingizdan boshqa bek navkarlar ergashsa, men kim bilan qolaymen? Hamma beklar bilan o'zimni gaplashurmen. Podshoh G'aznidagi bandni tiklash uchungina ruxsat berdilar, dermen. Hech kimga menga ergashmaydigan qilib ketgayman, bunga ishoning. Bobur Hirotga, Tabrizga, Balxga, Andijon va Toshkentga odamlarga yuborgan, kimdan kim bizga xayrixoh bo'lsa Hindistonga kelsin, ulug'valar berurmiz, ne istaklari bo'lsa ado eturmiz degan qadag'alar yo'llagan edi. Kobuldagi dorug'alar keluvchilarning sarf va xarajatlari uchun maxsus mablag'lar olgan edilar. Bo'lmasa, siz ham qayerlidagi qizilboshlar bilan Shayboniyzodalardan bezgan olim va hunarmand, bek va navkar ko'rsangiz, bizning nomimizni ayting, kelsinlar, dedi u Xo'ja Kalonbekka. Jonim bilan ayturmen, toki menda ketganlarning biri o'rniga yuzi kelsin. Xo'ja Kalonbek Boburga bu gaplarni chin dildan aytganday ko'ringan edi. Ammo Hindistondan ketishga ijozat olganidan keyin Boburga o'zini ayanch ko'rsatib yalingani uchun alami keldi.
U bek do'stlari oldida ichgan qasamini qoyillatib bajarganini hammaga namoyish qilayotganlarini kuydirib ketgisi keldi-yu, Agrada yashagan uyining devoriga bir bayt she'r yozib qoldirdi. Gar bayxayri salomat guzarsi sin kunam, siyoroy shabam gar havoyi hind kunam. Xo'ja Kalonbekning uyiga o'tgan Hindubek bir kuni kechki payt shu she'rni yozib kelib Boburga ko'rsatdi va baytni o'qigan odamlar hamma joyda shov-shuv gap qilib yurganini aytdi. Bobur Xo'ja Kalonning hech kim menga ergashmaydigan qilib ketgayman degan so'zlarini esladi-yu, bu kudurat nechun deb hayron bo'ldi. Nahotki Xo'ja Kalon boshqa beklarni ham Hinddan ketishini istasa? Bilmadim. Bu yerda qolgan beklarning fidoyiligi Xo'ja Kalonbekning alamini keltirganmi? Ha, o'zi shunday fidoyi bo'lolmaganining alami bu, dedi Bobur va qarsak chalib munshini chaqirdi. Munshi kelgunicha o'rnidan turib xonai xosning bu burchagidan bu burchagiga asabiy bir tarzda borib keldi. Bir ko'ngli Xo'ja Kalonbekning ketidan chopib yuborib uni G'azni hokimligidan bekor qilishga moyil edi. Lekin shuncha yillik qadrdonidan ayrilishdan keyin G'aznidagi vayron bo'lib yotgan bandini tiklash uchun yana boshqa odamni izlash tashvishi uni bu fikrdan qaytardi. Nima qilish kerak? Xo'ja Kalonning she'ri Hindistondan ketgisi kelib yurgan beku navkarlarni battar qo'zg'atib qo'yishi aniq. Agar bu bayt uchun Xo'ja Kalon jazolansa, she'rning ta'siri yanada oshishi aniq. U bayt devordagi yozilganicha turibdimi? So'radi Bobur Hindubekdan. O'chirib tashladim. Bekor qilibsiz, bek. Siz o'chirganingizdan so'ng bu bayt odamlarning xotirasiga yanada mahkamroq o'rnashur. She'rning ta'siridan faqat she'r bilan kesmoq mumkin. Qo'lida qalam qog'ozi bilan xipcha bo'y, o'rta yashar Munshi ta'zim qilib kirdi. Yozing, buyurdi Bobur unga. Munshi gilam ustiga cho'kka tushib yuzdonni tizzasiga qo'ydi. Qog'ozni kafti bilan tekislab yozishga tayyorlandi. Bobur badiha ohangida gapirdi. Yuz shukurde Boburki kari mug'affora berdi senga hind u kishvara bisyora. Kishvar so'zi vaznga tushmay saktalik berganini sezdi-da, ikkinchi satrni boshqacha qilib takrorladi. Berdi senga hind u mulki bisyora, siqlig'iga gar senda yo'qdir toqat. Sovuq yuzin ko'ray desang g'azni bor. Mushoiraning nozik qoidalariga moslab birpasda yaratilgan bu badiha Hindubekning zavqini keltirdi. U devorga sovuq gap yozib ketgan Xo'ja Kalonbekning basharasi ham Boburga necha uloq sovuq ko'ringanini o'zicha tasavvur etib, beixtiyor kulib yubordi. Bobur o'tgan o'qining nishonga tekkanini shu zavqli kulgidan sezdi-yu, yengil bir so'lish olib Munshiga buyurdi. Badihani 3 nusxa ko'chiring. Bir nusxasini Xo'ja Kalonbekning ketidan jo'natsinlar. Hindubek bir nusxasini siz olib Kalonbekning baytini o'qigan beku navkarlarga bering. Ko'rsinlarchi, mushoirada kim g'olib? Bu badihani o'qigan ko'pchilik bek va mulozimlar Xo'ja Kalonbekning kuligini qilishib, sovuq yuzing ko'ray desang g'azni bor deydigan bo'lishdi. Issiqdan toqatsizlanib noliydiganlarga ham sovuq yuzni ko'ray desang g'azni bor deb istehzo qilsa ham rasm bo'ldi. Panibatda og'ir yarador bo'lgan Tohir 3 oygacha o'rnidan turolmay yotdi. Saroydan yuborilgan tabib uning etidagi yaralarni durust muolaja qildi-yu, lekin qovurg'a va qo'l suyaklarining mayda-mayda bo'lib singan joylarini epaqaga keltira olmadi. Singan suyaklarning og'rig'i tunu kun tinchlik bermas edi. Shuning ustiga Kobuldan Mavlono Fazliddinning Tohirning muhandis o'g'li Safarbekni boshlab kelib qoldi. Ular qurilishda birga ishlaydigan hindu sangtaroshlarini so'rab surishtirib agralik bir jarrohni topib keldilar. Jarroh parvar odam ekanini eshitgan Mavlono Fazliddin jiyanini unga tanishtirar ekan. Sohib Bayjo, dedi. Tohir ham aslida zahmatkash bir dehqon edi. Buning navkar bo'lishiga qarshi edim. Jiyanim ham endi bekligi va navkarligini talashmoqchi, dedi. Siz bizdek tinch mehnat bilan kun ko'rmoqchi. Bunga yordam beraylik. Bilaman, siz bizning yurtimizga obodonchilik qilish uchun kelgansiz, Sohib, dedi Bayjo. Siz iltimos qilganingiz uchun jiyaningizga qo'limda kelganicha yordam beraman. Tabib aytganini qilib Tohirni bir oy astoydil davoladi. Bayjoning sezgir qo'llarini qaysi suyak qayerdan qanday singanini bexato aniqlab, hammasini mohirlik bilan joy-joyiga qo'yib chiqdi. Bir oy davomida Tohir uning kafti oqish ko'kimtiri usti qora mayin panjalari xuddi o'z qo'llariga o'rganganday o'rganib ketdi. Keyin tuzalib o'rnidan turgan kuni Bayjoning shu panjalarini qo'llariga olib ko'ziga surdi. Ayting, Sohib, men bu yaxshiligingizni qanday qaytaray? Jarrohning qo'lini shunchalik e'zozlab ko'zga surganingiz yaxshiligimni qaytgani emasmi? Yo'q, men sizdan umrbod qarzdormen.
Kim bilsin, balki men o'zim hozir bir qarzimni uzgandirman. Mavlono Fazliddin ham shu yerda turgan edi. U tabibning allanimani aytaymi deb ikkilanayotganini ko'rdi-yu, "Sohib Bayju, siz nechun o'zingizga qarzdor sezdingiz?" dedi. "Buning tarixi uzoq, faqat iltimos qilaman, boshqa hech kimga aytmang sizlar. Iltimosingizni bajonidil qabul qildik. Mening bir filbon akam bor. Ibrohim Lodi zamonida akam Agradan ish topolmay Panjobga ketgan edi. O'sha yerda qo'shinlaringiz qancha odamlarimizni qirganini eshitibdi. Bularda vatanimizga kirgizmayman debdi-yu, qo'shinlaringizni adashtirib jangalzor botqoqlikka boshlabdi." Bo'ldi, dedi Tohir filbon rahnamo Lalchandni eslab. "Bizning ikkita navkarimiz filiga urdirib, mayib qilib ketgan edi. Ammo men o'shanda uni dovyurakligiga qoyil bo'lgan edim. Biri qo'shindan qo'rqmay olishgan edi-ya. Biz uni jangalzor botqoqliklardan chiqolmaydi deb o'ylagan edik. Chiqibdimi? Hozir tirikmi?" "Tirik, lekin endi Akrada kelishdan qo'rqadi. Akam o'sha navkarlaringni mayib qilgani yaxshi bo'lmagan. Ehtimol men Sohib Tohirni davolaganim o'sha gunohimizni yuvib ketgandir. Siz akangiz qilgan ishini gunoh deb atamang, Sohib Bayju", e'tiroz qildi Mavlono Fazliddin. "Vatanni bunday bahodirona himoya qilish gunoh emas, balki sharafdir." "Yaxshi, so'zlaringiz uchun rahmat Sohib. Ammo o'sha ish tufayli akamdan hamon ishsiz. O'z vatanidan bekinib qochib yuribdi. Bola chaqasi och-yalang'och. Akangiz qurilishda ishlaganmi?" "Ha, fil bilan doim qurilishda ishlar edi. Bo'lmasa menga uchrasin, ish topib beray. Biz hatto harbiy fillarni mehnatga o'rgatmoqdamiz-ku." Akam buning hammasini eshitgan. "Ibrohim Lodi bekitib yotgan oltinlarni sizlar endi qurilishga sarflayotganlaringizdan mamnun. Ammo qo'lga tushib qolishdan qo'rqadi. Balki akangizning Agraga ketmagani to'g'ridir. Bu yerda beku mulozimlar ko'p tanib qolib, bir balo qilishlari mumkin. Akangiz ayollar kam boradigan chet joydagi qurilishga kelsin. Men juma Dehalpuraga boraman. Istasa o'sha joyga borsin. Sohib, sizni podshoyingiz hurmat qilar emish. Eng katta qurilishlarning sarkori ekansiz. Podshohdan akamning gunohini so'rab shafoat olib bera olmaysizmi? O'shanda biz bexavotir yurar edik." Mavlono Fazliddin o'ylanib turibdi-yu, "Sizning buniga ishontira olmayman, Bayju", dedi. "Chunki podshohning joniga qasd qilgan odamlarni ayovsiz jazolash haqida farmon chiqarilgan. Bobur Mirzo shu farmonga imzo chekkanlar. O'zlari sohibdil shoir, ma'rifatli inson bo'lsalar ham podshohlik bilan fotihlik u kishini murakkab ziddiyatlarga duchor qilgan. O'shanda Lalchand uni askarlar bilan adashtirib, yo'q qilib yubormoqchi bo'lgani esga tushsa, qahr ustida qatl ettirib yuborishlari mumkin." "Bu rost", dedi Tohir tog'asining so'zini ma'qullab. "Hatto men endi saroyga xizmatga qaytishdan cho'chiyman. Bobur Mirzoni chin dildan yaxshi ko'rsam ham uning shafqatsiz muhitidan uzoqroq yurgim keladi." "Undoq bo'lsa, endi mening akam najotni faqat sizdan kutadi, Mavlono Fazliddin. Men unga qo'limdan kelgan yaxshilikni qilishga tayyorman. Kelgusi juma Dehalpuraga kelsin. Faqat o'zini sizning nomingiz bilan atasin. Iloji bo'lsa qiyofasini sal o'zgartirsin. Akamning o'zi ham soch soqol o'stirib, tanish qiyin bo'lgan qiyofaga kirgan. Juda soz. Balodan hazar deydilar. Fili bilan qurilishda ishlab o'zining o'nglab olsin. So'ngra yana kengashib ko'rurmiz." Tabib Bayju akasi Lalchandni kelgusi haftada Dehalpuraga Mavlono Fazliddin oldiga yuborishga bo'lib ketdi. Agrada sershamol, yomg'ir fasli boshlangan saraton kunlarining birida Tohir saroyga Boburning huzuriga keldi. Devona osining marmar ayvonida o'tirgan Bobur uni zo'rg'a tanidi. Tohirning soch soqoli oqarib ketgan, yuzidan chandiqlari tashqari engagi aralash bo'yniga go'yo katta bir yamoq tushgan. "Xayriyat, tuzalib ketibsiz", deb Bobur uning ko'nglida ko'taradigan gap esladi. "Ha, mulla tog'am jonimga ora kirdilar. Endi qalay? Avvalgi xizmatga qaytmoqchimisiz?" Tohirning o'ng qo'li zaif, bo'yni ham durust qayrilmaydigan bo'lib qolgan. Yon-veriga qaramoqchi bo'lsa, butun gavdasini burib qarar edi. "Men endi qo'riqchilikka yaramasmen. Bo'lmasa ichki beklar qatorida yuravering. Lekin men beklikni eplolmadim. Panipatda o'zimdan o'tdi. Nechun? Tohirchang bo'ladigan kuni azonda qanday sabbuhiy qilganini, otdan qanday yiqilganini va qadrdon navkarini qanday shafqatsizlarcha urganini bir aytib berdi. Bek bo'ldim deb mag'rurlanib zolim bo'lib ketgan ekanmen. O'lim to'shagida yotib o'zimni tanidim. Menga beklik to'g'ri kelmas ekan, hazratim. O'zim ham endi mayib odammen. Ijozat bering.
Mulla tog'am tarhini chizgan bog'da suvchini gulchini bo'lib qolay. Bir vaqtlar quvada kichkina bog'chamizda dov daraxtlarni sug'orishni yaxshi ko'rar edim. Bobur ayvonning jimjimali marmar ustunlari ortidan suzib o'tayotgan yomg'ir bulutlariga tikilib oxir xo'rsindi. U Tohirga yaxshilik qilmoqchi bo'lib beklik unvonini bergan, oxir-oqibatda yomonlik bo'lib chiqqan edi. Siz-ku beklarning kasofat muhitidan suvchi bo'lib qutulmoqchisiz, lekin men qandoq qutulgaymen? Bu savol Tohirni shoshirib qo'ydi. Siz podshohsiz, hazratim. Beklar sizning itoatingizdadirlar. Itoatimda bo'lib itoat eturlar. Bular shunday girdoblari borki, sal bexabar qolsangiz g'arq qilib yuborurlar. Men so'xda sizga aytgan gaplarim esingizdami? Men u so'zlaringizni hech vaqt unutmasam kerak. O'shanda sizga umrbod huzuringizdan ketmasmen degan edingiz-ku. Hazratim, men u vaqtda sog'lom yigit edim. Hozir ahvolim bu. Saroyda mening xilvatxonamga qaraydigan durust odam yo'q. Shu ishni siz olsangiz. Xilvatxona Boburning yolg'iz o'tirib ijod qiladigan joyi ekanini Tohir bilar. Bobur hayotning eng dilkash tomoni uning ijodida ekanini sezardi. Lekin saroyning murakkab bo'g'iq muhitidan ko'ngli qolgan Tohir bog'da tog'asining yonida ishlashni istardi. Hazratim, qo'lingizni ma'zur tuting. Men bog'da ishlayman, deb ahd qilgan edim. Bog'da ham xilvatxona bo'lur, dedi Bobur. Qurib bitirilsa unga ham siz qarg'aysiz, ma'qulmi? Endi yo'q deyishning iloji qolmadi. Boburning so'zini ikki qilib o'rganmagan Tohir qo'lini ko'ksiga qo'ydi-yu rozilik berdi. Xilvatxonadan sal narida saroy oshxonasiga ovqat pishirib yurgan Bahlul ismli o'rta yashar bir oshpaz ham voyinning chohli tagida jon bergan yer qazuvchilarni ko'rgan edi. Bu fojia oshpazga Panipat jangida fotihlarning qilichidan halok bo'lgan 20 yashar suyukli inisini eslatgan va qalbiga intiqom tuyg'usini yana junbishga keltirgan edi. Ahmad Choshnigir Malika Baydaning kanizlaridan birini oraga qo'yib, zaharni shu Bahlulga yetkazib bergan edi. Malika Baydaning yana bir kanizi kelib, rejani hozirgi pashkol kunlarda Bobur biron yoqqa yurishga ketib qolmasidan oldin amalga oshirish kerakligini aytgan edi. 4 buglangan oq qog'oz ichida ziravorga o'xshab turgan zahar 2 misqolgina bo'lsa ham Bahlulga zo'r bir po'lat quroldek og'ir tuyulardi. U jangda vatanini himoya qilib jon bergan inisining o'chini shu qurol yordamida olishi va fotihlarni bu yerdan tezroq quvishni istar edi. Agar Bobur o'ldirilsa, fotihlar Hindistonda turolmay ketib qolishlariga Ahmad Choshnigir Bahlulni ishontirgan edi. Podshoh oshxonasidan har bir taomni tekshirib, tatib ko'radigan maxsus bakovullar bo'lar edi. Qattiq yomg'ir yog'ayotgan kuni kechqurun shu bakovullar mast bo'lib qolishdi. Qozonda karonda daraxtining nordon mevasidan qo'shib tayyorlangan mazali qayla pishirib turibdi. Bobur bu qaylani yaxshi ko'rishini Bahlul bilar edi. U sekin qo'yin cho'ntagiga solib 4 buklog'lik qog'ozni oldi. Oshxonada hech kim yo'q. Bakovullar narigi xonada mast bo'lib ashula aytishyapti. Shamol aralash yomg'ir yog'ayapti. Bahlul zaharni qozonga solmadi. Bakovullarning aroqqa qaylani gazak qilish odatlari bor. Yeb ko'rishsa zaharlanib bildirib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun oshpaz zaharni Bobur ovqat yeydigan chinni laganga yupqa lochira non ustiga sepa boshladi. Birdan shamol tashqi eshikni qarsillatib yopdi. Bahlulga kimdir kelayotganday tuyuldi-yu, zaharni qolganini qozon tagida yonib turgan olovga otdi. Keyin chinni laganga zahar sepilgan lochira ustiga tez-tez qaylani soldi. Oradan sal vaqt o'tgach Savdar kirdi. Quyon go'shtidan qilingan qovurdoqni va qayla solingan chinni laganni Bobur ovqat yeb o'tirgan xo'rakxonaga olib chiqib ketdi. Ahmad Choshnigir bu zaharni ta'midan bilib bo'lmasligini, uning ta'siri asta-sekin bilinishlarini aytgan edi. Bahlul sir ochilguncha qo'rg'on darvozasidan chiqib ketish umidida edi. Ammo u oshxona eshigidan chiqayotganda Shirakayev bakovullardan biriga duch keldi. "Qani, quyon go'shtidan bizga ham qoldirdingmi?" "Qayla bor, sohib." "Yo'q, quyon qovurdog'i kerak. Qovurdoq oz edi, hammasini hazratga berib yubordim." "Qayla qoling, gazakka yaxshi." "Yo'q, quyon ko'p edi-ku. Nega bizni qoldirmading?" "Hammasini qovurganim yo'q edi. Bo'lmasa hozir bizga quyon go'shtidan qovurib ber, tez." Bakovulning yo'g'on gavdasi eshikni to'sib turardi. Oshpaz orqaga qaytdi va sarosima harakatlar bilan yog' dog'lab quyon go'shtini qovurishga tayyorlab boshladi. Yomg'irli tun saroyni chulg'ab olgan. Shu payt birdan xos navkarlar tabibga yugurib, bakovullar bir-birini chaqirib oshxonani ichi-tashi to'polon bo'lib ketdi. Xilvatgohda o'tirgan Tohir ham xo'rakxonaga chopib keldi.
Bobur ustma-ust qayt qilib yuzi ko'karib ketgan. U nafasi qaytib tashqariga intildi. Ammo 2 qadam qo'yguncha bo'lmay gandiraklab yiqila boshladi. Tohir chopib borib uni qo'ltig'idan suyab oldi. Tabib Yusufiy Boburning narigi qo'ltig'iga kirdi. Jonsarak bo'lib qolgan savdarlarga buyurdi. Ichkariga joy qiling. Ravonga, dedi Bobur yutoqib. Uning ko'ngli behud, boshi gir-gir aylanar, nuqul havo yetishmayotgandek bo'lar edi. Boburni Ravonga suyab chiqarib yotqizdilar. Tabib yurakka quvvat beradigan doridan hidlatdi. Sizga ne bo'ldi, hazratim? Mayni ko'p ichdingizmi? Yo majun aralashdimi? Ovqatda bir sir bor, dedi Bobur va yana ko'ngli aynib chinni tos ustiga engashdi. Oshpaz taftish qilinsin. Shu payt qayladan yegan yana 2 mulozim Boburga o'xshab qayt qilayotgani ma'lum bo'ldi. Bakovulari qaylab pishirgan bahlulni tutib saroyning eng qattiqqo'l tergovchisiga topshirdilar. Tergovchi uni turli qiynoqlarga solib so'roq qilishga kirishdi. Bobur tuni bo'yi o'lim bilan olishib chiqdi. Har qayt qilganda yurak bag'ri uzilib, parchalanib chiqayotgan og'rir, goho nafasi ichiga tushib ketar edi. Tabib uning tepasidan ketmay, shifo topasiz, bardam bo'ling, deb tasalli berar edi. Tohir ham tabibga qarashib, tuni bo'yi mijja qoqmay chiqdi. U Boburning boshini tutar, ter bosgan yuzni, bo'yinlarini yelpir edi. Boburning zahar azobidan to'lg'anayotganini ko'rgan sari o'zi ham zahar ichganday qiynalar edi. Tong payti Bobur alahsiraganday bo'lib, Humoyun bilan Mohim begimni yo'qlay boshladi. Shimoliy chegaralar yana notinch bo'lib qolgani uchun Bobur Humoyunni o'tgan oyda Badaxshonga qaytarib yuborgan edi. Mohim begim hamon Kobulda edi. Humoyun Mirzoga chopar yuboraylikmi, deb so'radi Tohir. Bobur ko'zini ochib, xiyol o'ziga kelgandek bo'ldi. Chopar Kobul va Badaxshonga yetib borguncha kamida 1 oy vaqt o'tadi. Bu orada biron kori hol bo'lsa ham na Humoyun, na Mohim begim yetib kela olmasligi aniq. Bobur g'amgin bosh chayqab, foydasi yo'q, dedi. Uning ahvoli tobora tang bo'layotganini ko'rgan Tohir, hazratim, bardam bo'ling, deb iltijo qildi. Biz siz bilan necha o'limlardan qolganmiz. Dardga bo'y bermang, yengasiz. Lekin bunday falokat birinchi uchrashi. Bobur behol qo'zg'alib yana toz ustiga engashdi. Og'riq zarbidan ko'zlariga duv-duv yosh keldi. So'ng boshini yana yostiqqa qo'yib ko'zini yumib yotganda Ravonga tergovchi kirdi. Yusufiy unga qisqa so'zlang, faqat axborot, deb pishdi. Tergovchi Baydani ham so'roq qilganini, narigi uchovga shu badbaxt malika bosh bo'lganini, lekin tashqi dushmanlar bilan, jumladan Ra'no Sangram Singh bilan aloqasi borligini rad etganini, boshqa savollarga javob berishdan bosh tortganini aytib berdi. Ma'lumlar, dedi Bobur yotgan joyida g'azabdan ovozi qaltirab. Men ularga shunchalik ishonib, ilkidan taom yesam, izzat ikrom qilsam, hazratim, bu iblislarni ming qiynoqqa solib o'ldirmoq kerak. Narigi uchovini qoidaga binoan qatl ettiring. Bayda keyin bosh ustiga, deb tergovchi chiqib ketdi. Qoidaga binoan podshohning joniga qasd qilganlar eng og'ir qiynoqlarga solib o'ldirilardi. Malika Bayda eng qattiq hibsda saqlanar, endi odamlar uni qanday qatl etilishini kutar edi. Tabib Yusufiy Boburning hayoti uchun 2 kecha-yu kunduz tinmay kurashdi. Tohir ham 2 kecha-yu kunduz bemorning yonidan jilmay xizmatini qildi. Nihoyat 3-kuni tabib, Xudoga ming qatla shukr, hazratim, bir o'limdan qoldingiz, dedi. Onadan qayta tug'ilganday bo'ldingiz. Endi ozgina qattiq iching, so'ngra uxlang. Bobur bir piyola qattiq ichgach, ko'zini yumib yostiqqa bosh qo'ydi. Lekin boshdan o'tgan o'lim dahshati hamon xayolidan nari ketmasdi. Uning joni shuncha vaqt qil uchida osilib turganini o'ylasa, beixtiyor vahmi kelardi. Shu qil usilsa, o'lim deb ataladigan zulmat qa'riga qulab tushish 2 kun davomida muttasil his qilish unday yashash istagini kuchaytirib yuborgan edi. Hayotning bir lahzasi, bir uchquni dunyoning barcha boyliklari-yu toju taxtlaridan ham aziz ekanini unga endi astoydil sezildi. Uning azobda toliqqan vujudi hamon behol bo'lsa ham ruhida nimadir o'zgargandek va dunyo ko'zga boshqacharoq ko'ringandek bo'lardi. Har bir kishining faqat bittagina umri bor ekan va umrining har lahzasi shu qadar shirin ekan. Boburning yoshiga yetmay o'lib ketganlarga oson tutib bo'ladimi? Ibrohim Lodi undan 4 yosh kichik edi. Malika Bayda buni unutishi va Bobur yaxshi muomala qilgani uchungina uni kechirib, farzandi o'rnida e'zozlashi mumkinmidi? Jangda erishgan g'alabalari unga eng mushkul ishlarni ham oson ko'rsatib qo'ygani uchun bo'lsa kerakki,
Bobur Ibrohim Lodining onasiga shunchalik ishongan va uning amrida bo'lgan oshpazlarni ishga olgan ekanda. Bu oshpazlar tayyorlagan hindcha taomlarni yeyish bilan el ulusning ko'nglini olmoqchi bo'lgan ham uning o'z kuchiga ortiq darajada ishonganidan kelib chiqqanmikan? Holbuki kechagi dushmanlarni bugun darhol do'stga aylantirish osonmi? Xususan Baydadek farzand dog'ida kuyib yuborganlar yoki oshpaz Bahluldek inisining qasdini olmoqchi bo'lganlar bilan muomala ehtiyotkorroq bo'lish kerak emasmidi? Kobulda Mohim begim aytgan iztirobli gaplar yana uning yodiga tushdi. Begona yurtda borgan Fotihni osonlikcha kechirmasliklari, uning qilichidan paydo bo'lgan yaralar asrlar davomida bitmasligi rost bo'lsa, Bobur bu mamlakat xalqining ko'nglini olish uchun qancha ko'p yillar kerak bo'ladi? Bunga uning umri yetarmikan? Umuman bu o'zi erishish mumkin bo'lgan maqsadmi yoki sarob? Bu o'ylardan Bobur yana boshi bir ko'chaga kirib qolganday bo'ldi. Kelajak o'ziga qorong'u ko'rinib ketdi. Faqat tanasiga asta-sekin qaytib kelayotgan hayotiy kuchlar va zulmatni yorib o'tib kelayotgan yog'durday iliq tuyulardi. O'sha kecha Bobur yaxshi uxladi. Ertasi kuni tabib uning tomiridan ko'proq qon olmoqchi bo'ldi. Zaharlangan harom qonni chiqarib yuborgaymiz, hazratim. Yana biror hafta qimirlamay yotmog'imiz kerak. Bobur bunga e'tiroz qildi. Busiz ham uning darmoni ketib qolgan edi. Agar tabib ko'p qon olsa, uzoq yotishi aniq. Holbuki podshoh o'lim to'shagida yotgan emish. Umid yo'q emish degan ovozlar tarqalgan. Qulay fursat kutayotgan g'animlar jonlanib qolgan edik. Beklar ham Boburning tezroq ko'pchilikka ko'rinishini istar edilar. Oradan yana 2 kun o'tgach, Bobur tantanali marosimlar kiyadigan kiyimlarda devon omga chiqdi. Baland taxtning ikki tomonidan tizilib turgan 100 dan ortiq amirlar, sarkardalar, viloyat hokimlari ta'zim bajo keltirib bosh egdilar. Bobur taxtga shoshilmay chiqib o'tirgach, 2 navkar Malika Baydaning paygohdagi eshikdan olib kirdi. Kampir hali ham boshdan oyoq oq kiyib o'g'li Ibrohimga aza tutib yurar edi. Faqat qaddi avvalgidan biroz bukchayganroq, lekin ko'zlari Boburning yuziga tushganda uning og'ir kasalga o'xshab sarg'ayib qolganidan qanoat hosil qilganday mamnun yiltirardi. Eshkoha Muhammad Do'lday Malikani so'roqqa tutib, suiqasdga yana kimlar ishtirok etganini surishtira boshladi. Suiqasd emas, bu intiqom, dedi Malika. Podshohingiz to'kkan qonlariga qasosi bu. Menga yordam bergan oshpaz ham, Ahmad Joshnigir ham, Kanis ham botir qasoskorlar edi. Hammasi mardlardan jon berdi. Endi navbat meniki. Men o'g'limning dog'ida kuyib kul bo'lganman. Endi qo'llaringdan kelsa, kulimni ko'kka sovuringlar. Malika saroyda ham tushunadigan forsiy tilda gapirmoqda edi. Ayollarim nafaslarini ichlariga olib yerga qarashdi. Malika bir o'limni bo'yniga olib kelgan, endi har bir so'zni o'qqa aylantirib yoviga dadil otar, Boburga g'azabga to'lib jallod chaqirishni qurolsiz onaga qarshigarcha qurollarini ishga solishni istardi. O'shanda ma'naviy g'alaba Malika tomonidan bo'lar, uning dovyurakligi og'izdan og'izga o'tib odamlarning ehtiromini qozonar edi. Buni Bobur ham sezdi-yu, o'zini bosib Malikdod Koroniga qaradi. Bu qanday yozumanlik? Dedi Malikdod Koroni Baydaga. Shunchalik o'ch olishga niyatingiz bor ekan, A'lo hazratlarning inoyatlarini nega qabul qildingiz? Niyatimga yetishim uchun shunday qilishim kerak edi. A'lo hazrat sizni mo'tabar onamizdek e'zozlang deganlarga yig'lab minnatdorchilik bildirganingiz bizning yodimizdan chiqqan emas. Men u paytda nafratim zo'ridan yig'lagan edim. O'g'limning kushandasiga ona bo'lishni qiynalib, ko'zim yoshlangan edi. Yo Alhazar, axir siz ham Muhammad ummatisiz musulmonsiz-ku. O'g'lingiz bularga qarshi necha barobar katta kuch bilan chiqqanini bilmasmisiz? Bularga mag'lub bo'lsa, o'g'lingiz yovlarining ming jonlaridan birini ham tirik qo'ymas edi. Siz Sulton Ibrohimning qanchalik shafqatsiz bo'lganini bilar edingiz. Agar sizda insof, iymon bo'lsa, qo'lda qilishni ochiqchasiga jang qilgan sarkardaga yashiriqcha zahar bermas edingiz. Men ayol kishiman. Qilich ko'tarib jang qila olmayman. Ana o'sha zahar mening qilichim edi. Fotihlar panipat ming odamlar ming o'limga sabab bo'ldi. Bu mamlakatning yana ko'p joylariga ajal urug'ini ekdi. Men kabi minglab onalar hozir motam tutib, ko'z yoshi to'kib yuribdi. Qanchadan qancha kelinchaklar beva bo'lib qolib o'zlarini erlarining jasadlari bilan birga olovlar yondiryapti. Men bergan zahar ana o'sha ajalning urug'idan tayyorlangan edi. Unga beva bechoralarning achchiq ko'z yoshlari ham qo'shilgan edi.
Malikaning so'nggi so'zlari Fotih beklarga ham tegib ketdi. Sersoqol bir bek o'rnidan sakrab turib Boburga ta'zim bilan murojaat qildi. Hazratim, bu yalmog'izning tilini og'zidan sug'urib olmoq kerak. Shunday ma'lum ustiga yana buncha gap. Mayli, meni qiymalab tashlasinlar, deb qichqirdi Bayda. Men qo'rqmayman. Bobur Baydani beklar istagandek qiynoqlarga solib o'ldirtirsa, el ulus nima deyishni o'ylar ekan. Lop etib Hirotdagi Xadija begim esga tushdi. Makkorlikda u ham Baydadan qolishmas edi. Nevarasi Mo'min Mirzoning o'limiga sabab bo'lgan ko'pchilikka ma'lum edi. Shunga qaramay, Shayboniyxon uni Mansur baxshiga ixtiyoriga topshirib, dahshatli qiynoqlarga solgani juda ko'p odamlarning nafratini keltirgan edi. Boburning o'zi bundan bir haftagina oldin xilvatxonada xotira yozib o'tirganda Shayboniyxonning bu ishini jirkanib qalamga olgan edi. 5 kunlik o'tar dunyoda Shayboniyxon mundoq ablahona ishlar bilan yomon ot qozondi, degan satrlarni o'z umr kitobiga bitgan Bobur endi mana bu qurolsiz onaga qanday bichora ko'rishni kerak, qanday qilsa odamlarning nafratiga emas, hurmatga sazovor bo'ladi. Beklar hamon Baydaning o'ldirishini talab qilmoqdalar edi. Malikaga zimdan tikilib turgan Bobur so'nggi takliflardan Baydaning rangi ochib, yuzi ko'kimtir tusga kirganini ko'rdi. Shuncha Muhammad Do'ldayning ishorasi bilan beklar jim bo'ldilar. Bobur Malika tushunadigan forsiy tilda: "Janob beklar, taklif qilgan jazolar barchasi asosli", dedi. Biroq bu xonimning gapiga qaraganda hamma yetim u yesirlar uchun joni achir emish. Zaharni o'shalarning ko'z yoshlaridan tayyorlagan emish. Biroq buning o'g'li Ibrohim Lodiy el ulusga ozmuncha zulm o'tkazganmi? Ozmuncha odamni yetim u yesir qilganmi? Ibrohim sababchi bo'lgan ichki urushlardan har yili qancha odam halok bo'lgan edi? Janob Qaroniy, siz bilsangiz kerak. Hazratim, menda hisobi bor. So'nggi 3 yil davomida Sulton Ibrohim boshlagan ichki urushlar bizdan 120 ming odam halok bo'lmishdir. 3 yilda bir 120 ming? Xitob qildi Bobur. Ibrohim Lodiy esa 10 yilda ortiq taxtda o'tirgan. Hindistonda odam ko'p. 100 ming ichki urushda halok bo'lsa, Ibrohim yana 100 mingini pulga yo'llagan. Agar Ibrohimning onasi bo'lmish bu xonim o'lgan navkarlarga, ularning yetim yesirlarga astoydil jon kuydirsa, nechun 100 minglab odamlarning behuda o'lib ketishlariga yo'l qo'ygan? Nechun o'g'lini bundan nojo'ya qirg'inlarni qaytarmagan? Men faqat ona edim. Podshoh o'g'limga amr farmon bera olmas edim, deb Malika Bayda endi o'zini himoya qila boshladi. Nojo'ya ichki qirg'inlarni to'xtatishga amr farmon bermoq uchun mana biz bel bog'ladik, dedi Bobur. Tangridan umidimiz borki, bu ulug' mamlakat endi yagona markaziy davlat atrofidagi jipslashgusidir. Biz Hindni obod u qudratli qilmoq orzusidamiz. Bizga hamkor u hamnafas Hind beklari, bolalari, hunarpeshalari ko'p. Bizni zaharlab o'ldirmoqchi bo'lgan bu makkor xonim uchun eng og'ir jazo shuki, biz mana tirikmiz. Bu xonimning o'zi-yu o'g'li qilolmagan ulkan ishlarni biz qilmoqdamiz. Malikdod Qaroniy birgan yengil tortib: "Hazratim, lutf qildilar", dedi. "Bu malika", deb davom etdi Bobur. "Shu darajada bechoraga jonkuyar bo'lsa, Abdukarim bek Baydaga yaqin bir joyda o'tirgan shirg'ovli sakrab o'rnidan turdi. Bobur unga buyurdi: "Bu malikaning barcha mol-u dunyosini musodara qilib, jamna bo'yida bir buqayr xayri qurdiring. Barcha xizmatkorlari o'sha buqada xizmat qilsin. Malikaning butun boyligi, mol-u dunyosini yetim yesirga xayr ehson qilib ulashsinlar. Bosh ustiga", deb Abdukarim bu farmonni ta'zim bilan qabul qildi. "Malikani tom umri yetgunicha tirik saqlash ham sizga topshirilur, janob Abdukarim bek." "Tirik?" hayron bo'lib so'radi Shig'ovul. Boshqa yo'llar ham taajjublanayotganini ko'rgan Bobur ovozini ko'taribroq gapirdi: "Malika bizning bundan keyingi safarlarimizni ham ko'rsin. Yomonlikka yaxshilik qilish mard kishining qo'lidan kelishiga amin bo'lsin. Agar Malikada vijdon bo'lsa, o'g'li qilmay ketgan ishlarni biz qilganimizni ko'rib vijdon azoblansin. Agar vijdoni bo'lmasa, ichida faqat baxillik chayonlari bo'lsa, bu chayonlar o'zini chaqib yotaversin. Malikaga bunday o'zga jazo munosib emasdir." Bek va ayollarning pichir-pichirlari orasida allakimning "Hazratim, tantilik qildilar", degan quvonchli xitob eshitildi. O'z o'limini ham o'tkir bir qurolga aylantirmoqchi bo'lgani kelgan Bayda endi bu qurolidan ayrilganini sezdi. Shu paytgacha u ajali yetganiga shubha qilmas edi. Endi birdaniga yana yashash umidi paydo bo'ldi. Malikaning o'lim sovug'ida muzlagan qalbiga hayotning iliq nafasi tegdi-yu, ko'ngli bo'shashtirib yubordi. Malika yuzini qo'llari bilan to'sib, yelkalarini silkina-silkina yig'lay boshladi.